Assalomu alaykum obunachilar, uzoq yaqindan ko'rayotgan aka-ukalar. Andijon viloyati Paxtabod tumanidagi navbatdagi ishimizni yakunladik. Bu yerda shu zontiklik tandiri, qani boshlovchi. Hech yoqib ishlatmagan hech qaysini ko'ramiz. Hozir shashliklarni ham qilishga harakat qilyapman. Tortishlari bu tashqariga chiqmaydi, xudo xolasa. Ularda endi bir laklanadi keyin. Bu hozircha bir sinov. Bu yerda mangal 5 kilolik. Bu naborlari endi keladi, zakaz qilib o'yinni hozir ishlatib yoqib ko'ryapman. Tortishlari ham xudo xolasa ajoyib. Tepalarigacha chiqib ketdi. Yo, patolog bo'ladi, endi remontlari bo'ladi. Bu yerda 22 litr, 30 talik ekan. 30 talik qozon. Bu tortishlari. Bu yerda 80 litrli qozon, bu tumbasi ham tepagacha urilgan. Bu yerda zigzag bo'lgan. Tortishlari bu ham endi ilashtirib qo'yildi. Unisiga ham qo'yib qo'yish. Bu yerda 100 litrlik qozon. Voh, o'qo'y. Bu tomonda обороткalik titan samovar bo'lgan. Ko'pchilik bak qo'yadi. Bunda pastayani bunisidan qaynagan suv tushadi. To'g'ri bachoklarda bir marta suv qaynagandan keyin ozayadigan bo'lsa suv quysa qaynaguncha turadi. Bunda unaqa emas, обороткalik samovarlar. Shundan qo'ysalaring boshqacha bo'ladi. Bu tagidagi jumlaydan o't tushib ketadi. Ulardan qaynagan suv. Bu tomonida kichkina moykasi bo'ldi. 1,5 metrlik stoli bilan. Zagotovkasi. Tagi kladovkalik bo'lgan. Agar qiziq bo'lsa O'zbekiston bo'ylab kesishga narxda borilaveradi. Общий shu joyga 1,5 ming dona oblisovka g'ish ketgan fasadiga. Qo'lni qozonlari ham chugun qozondan bo'ldi. Telefon nomerini qoldiramiz, xudo xolasa telefon qilaverasizlar.